Emdiğe hoş olgansa? Ko'nglingdek iş olganda? Bala üçün ailemizin saxlap qallı. Balımızın chiroyli özümüz baqib qallı deganim yomon bo'ldimi? Sen tek balını destek otamsa? Helam o hamildor ayollarni ajrashtirmaydi ki. Yo'l qo'ydigandan ishi bo'lsa, bizni mushundaqli tashlab ketmoqchimidi? Ma'qul. Balim destek qilmay. Ununsizmi bir kunlik er ayolning 100 kunlik mehri bo'ldi deydi-ki, ishkimiz o'y tutquli qanchalik bo'ldi? Sen bana mehirden yığızlaşma. Üzerinde ak köngül, kuyumcan, pak ayal kıyafeti kirvağa ayırma ba. Nemi değil ki? Aşnağının ismi. Yaşarma, aşnağı bilen küçük öldü, bulun kuşka kıldı. Nemiş kıp yükün onu beni bilmeydi deyip kaldın mı? Meni o aşnağı oyunda talağa kardı deyse. Ben o uç kaşkaya yürüptme. Sen çö? Men bile ajrashish uchun nomus qilmay men qarchaplar otamsan? Yashar ishkimizning o'ttirisida hech yo'qligini bilib turibsan. Bilib qo'y. Ashni o'ynash sening qo'lingdan kelgan bilan mening qo'limdan kelmaydi. Bu jihatni men sening qo'lingga so'qib berolmayman. Bo'ldi. Men qaraqib bo'ldim. Sen qisqa vaqt ichida ajrashishga tayyorlik qilib qo'y. Bo'lmaydigan bo'lsa, elqi Yaşar degan ashnang bilan qilib yurgan satchiligingni butun xalq olamga yeyitma. Meni qilmamdiki dema. Qo'limda qonunliq isbot paketlarim to'liq. Vaqti kelganda satchiligingni qanday yig'ishtirasan keqini? Qog'inni o'zing yaxshi o'ylash. Siqilib mening bu oyda sening bilan bir minutmi to'g'ishligim qolmadi. Men ketdim. Bo'ldi. Bu uchgansa. Sen bilan ajrashmaydigan bo'lsam, Arzu degan ismimni yo'qqa o'taman ha? Qanday chaqirib qopsan o? Bularni ko'rib qoq. Oy, nimalar bu? Qarag'ani biri xo'shalik ishlarmi qandaq? Nemish bo'ldi? Sening qilgan yaxshi ishlari ham. Oy, dahi. Mening yaxshi ishlarim bormi-ki? Senden yıllardan beri şirket hisobatidan o'g'irlikchi pul yeb qashilgan, zahar chekkan, boshqalarni zahar chekishga majburlagan, bosqinchilik, bütün jinoyatlar ichiga xotirlangan. Agar sening bu jinoyat qilmishlaringni qonun organlari boyqab qoldiganligi bo'lsa, o'zingning qanday kuniga qoldiganligingni menda obdaroq bildigansa, shunda sen nima qilmoqchi? Ha? Nayt oddiy. Faqat sen shirkatdagi o'zingga tava bo'lgan peyingni menga o'tinib bersanglar. Senin bu işlerini güzel konuşayım. Sağçılığımı demeyim. Murat, sen zaten qilmoqchi. Qo'y ver. Sen o'zingni kim chaqlab qolding? Sen degan cho'g' hozir bir jinoyatchi, bosqinchi, zahar chekuvchi. Sen mush narsani olmay tahdidlamoqchi bo'ldimsan. Bu narsalar mening qilimim ta'virlamaydi, to'g'rimi? Cinayetlerini bayqab, ispatını toplayalım ben. Beni başka işim kılalayım ben. Sen mi beni boşçaklap kalmışsın? Bunu mu anlat bak? Siz undaq deganınız bilan ümitli günüm ağ çekip yürümemdi o. Onun bu xərcləb etken pullarını aldı. Bu 20 min hiç nima emasdi. Ey Murat, yomon ekansan. Sen ishongandan keyin men bu ahmoq to'xtaman. Bildim. Sen murodingga yetkazay. Qani to'xtaman. Ha, endi nima gaping bo'ldi? Shuni qo'l qo'yib bersanglar, boshqa ishlaringni o'zim o'ngshayman. Rasman arkang tursam, boshqa ishlardan ansirma. Ey Murat. Sen taqma umidni bo'sh chaqlab qopsa yo'qdimi? Aldirmaydi. Ko'rdan ko'rdan ammi ko'p. Men bundali bo'lib qoldim. Murat.
Ya. Bu yerine dep geldin? Ben amalsız seni yardım sorup geldim. Sen bende yardım sorup geldin mi? Ne çaptı oldu, Ümit namı haberi yok. Murat'ın işlerini sen bilmeydiğin yerdə emas. To'g'ri, men bilma. Qeyrindoshligimiz amdiysin kepti, ha? Dadam tugab ketganning yoqi, Ümitlar ishkingni bir qatim izlab kelib baqdingmi? Qarzigilleri meni öydümü chiqaribdi, turar joyim yo'q. Turar joying qolmasa men qanday qilaman Arzu, ha? Amdilikda dadamdan qolgan mirosning hammini ering Murat tatib oldi. Endi mush bir yurish uy qolganda mush uygim ko'z tikib otamsa? Yo'q. Men senden hergiz mirostalash qilganmidim. Men sana deb qo'y Arzu. Mana shu dadamdan qilib qolgani mush uyli qilib qoldi, bildingmi? Undan boshqa hech nima yo'q. Sana ziyon zahmat yetkazgan Murat mening peyimnimi allaqachon ep bo'ldi. Bilmem meni senden hech nima talab qildigan huquqim yo'q, lekin biraz meni senden boshqa hech nima qilmadi. Meni hech bo'lmasa o'yinda bir necha kun turg'izsag'im meni. Bo'ldi qil. Sen bu oyda bir kishigim o'ri yo'q, bildingmi? Shuni bu kun qilishing, opangning ayinchoqda o'tkazgan xatoliklarning qisosi, bildingmi? Mana bu jamiyatning 3-shaxsga bergan javobi. Bağışçın ağrısı. Ben amalsız kaldım. Endi bo'ldi qil. Meningmi o'zimning dadi o'zimga yetib oshdi. Endi meni aromimda qo'y, bu yerga meni izlab kelchunma, bildingmi? Aka! Aka. Üzüm vereyim ha? Ha, bananın kilosu 8 koy. Vereyim ha? Ama ketdik. Yaxşımısınız? Dokunumuza hizmetçi alamsınız. Hozircha diplomga adam olmayman. Tashqarisida ko'rib.
Filmimizni baliyatqı HPV virusiga qarshi turuvchi Hayotim Analar Gühri alayda qo'llagan. Hayotim Analar Gühri sizga shuni eskartadiki, HPV virusidan saqlanib, baliyatqı rakidan yiroq turing. Konuşalımız. Bir şey işlevattamsa. Körbekman hanım siz yaktırdığanlara çıkıp kaldı. Bence olsa bu dükkan sınav emas ko deymi. Sen fakat işlevatsa şundaq mı? Qancha pul işlevatsa? Al Körbekman hanım yaktırdığanlarınız olsa kimsine baksanız oldu. A kim an ala? Ne oldu mu? Yok, an. Ne oldu mu? He. Ak, oldu hanım. Yaktırgan olsanız kimsine baksanız oldu. Aldım ala. İşkili seyanlıq basın. Qaysını yaktırgan olsanız kimsine baksanız oldu. Bo'ldi, esib qo'y. Chiroyli qilmasga. Yani Körbekman yaktırganınız var mı ki? Ben sana desem qara. Sen bunday yerlanmas kelmaydi. Sen tegan pas kelib chiqishing nachar tabiiy qadam bo'lgandan keyin o'zing biqadigan, o'zing yarishdigan yashashing kerak. Bunday yerlasang bek zoya ketibdi. Sen bunday yashasang xo'jayinning sovdisini buzib o'tsa. Ben hiç bo'lmasa o'z kuchimga tayinib jenimni beqotima. Ba'zilarga o'xshash xalqning baxtli oilasini buzib, xalqning chapini talab yurmadim. Küçüğün olsa berib kalıvaq. Yedirgin. Buna isleye kırılıp bu yana sestiv etmeyin. Körgan günün şurken bu. Bunun beseklep ketmeyen bolsan, bunu alıp kimse kalmayın. Sen mi aldırıp kör alıp gitme Dilber? İnekning beşiği kelgen gün, mozayning beşiği mi keldi? Ayning 15 qarangı 15 aydan deptiken. Mening beşiğim kelgen gün, hemen bir gün senin beşiği keldi. Ayının 15 ayda 15 karanlığı. Köydük 15 aydın 15 hakikaten karanlığı. Mana turupsan go, turuşun şöken go. Şu atalmış baxtın beşiği çıkmışılmaydı go. Sen ben qanday gapyapsa, men sening xaridaring. Sen bir ishlamchi xolos. Bundan keyin qanday uchrab qolsang, menga chiroyli gap qil. Bo'ldi. Sendek mehnat, paskınığa mülazimet kılıdığan hakkım yok. Burcum mu yok? Sendek adam gitadigan kimim yok? En yaxşı gözümde yok al. Mülazimet göster kılamızlar. Hadi siz bu yana xo'jayinim al. Bu qizalg'an nima bo'lganini qat'iy bilmadim. Qarang, a kiyimni, ma kiyimni elamay kiyib baqay desam, shunni og'zim buzib tillabli ketdi. Men bu qizal to'g'ri ham kayfiyatimni bir kun nachar qilib yurayman ma-da. Bu qanday mulozimat? Kechiring, men sizdan afsus so'rayman. Yo'q, lider bu siz o'ylagandek ish emas, u yolg'on so'zlayapti lider. Men sizga tushuntiray. Bo'ldi, ortiq gapirmang. Maoshingizni tutmaysiz. Maaşınızdan tutma, hadi siz bek akı olgansiz. Bunlar qizlarning uchun qarang maaşınızdan tutma degicha. Kashim to'g'rilab qo'yam bo'ldi. Lider tushuntirishimni anglang bu herkesimiz so'ylagandek emas, maaşimni tutasiz. O'z vaqtimda ichim og'rib, o'z vaqtimda qo'sol barka ojiz kirib ichim og'rib chiqurlashtirgan. Bo'ldi, ertadan boshlab ishni to'xtang. Bir oylik maoshingizni tuting. Lider men tushuntiray. Lider
ma'qul. Arzu. Sizga deydigan gap bor edi. Kechiring, men xizmat haqida o'ltasam bo'lmaydi. Faqat 2 minut vaqtingizni chiqarsangiz bo'ldi. Bo'lgan ishlarning hammani anladim. Sizmi ko'p jafo tortibsiz. Mayli nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, men yanil burunqi yashar shu. Sizga bo'lgan ko'nglim hargiz o'zgarib boqqani yo'q. Ben sizga mos kelmayman, Yashar. Siz yana o'z baxtingizni teping. Ikkimizning orasida mos kelish kelmaslik deydigan gap yo'q. Faqat sizlar xohlasangiz, men sizning buningdan keyingi yo'lanchingiz bo'lishini xohlayman. Siz eng yaxshi bo'laydingiz degan. Hech kimsa ishimmaymiz. Belimni nurg'un jafo tortibsiz. Menga bir qatim fursat bering.